Assalomu alaykum vatan ishchi va muhojiratdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Xitoy olaydigan az qoldi. Namlıq programmamның 6-cı qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men Gulshan Abduqodir, men Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugun Xitoy olaydigan az qoldi namlıq programmamның 6-cı qismida bir balvaga bir yo'lni bo'ylab Trump bir oy ichida Jallod Shi Jinpingni tipiriltib qo'ydi. Namlıq kichik mavzu ostida sizlarga ba'zi mulohazlarni va fikrlarni sunmoqchiman. Shunda Xitoy g'ulaydiganga beklam oz vaqt qoldi. O'tgan hafta ishlagan 5-qism programmamda men sizlarga Xitoyning g'ulaydiganligiga intayin ishonadiganligim haqida va Xitoyning g'ulaydiganligiga oz qolganligi haqida ba'zi fikrlarni bergandim va bir necha turlik faktlarni Xitoyning g'ulaydiganligiga oz qolganligiga oid bir necha turlik faktlarni sizlar bilan o'rtoqlashgan. Men sizlarni Xitoyning g'ulaydiganligiga texim az qolganligi haqida texim köp ispat bilan ta'minlayman bugun. Shuning uchun bugun men intayin xushal. Xitoyning g'ulaydiganligiga az qolganligiga men cheksiz ishonaman. Sizlarning menga ergishib ishonishinglarni umid qilaman. Xitoy bir balvoq bir yo'lda mag'lub bo'ldi. Butunlay mag'lub bo'ldi. Xitoy uning tan bermayotidi, ammo u butunlay mag'lub bo'ldi. O'tgangi qism programmamda men Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori, shu Xitoyning bir balvoq bir yo'l programmasidagi asos g'olni tashkil qilgan markaziy qism. Eng nurg'un 65 milliard Amerika dollari mablag' solgan. Bu SIPEC deb qo'ydi, iqtisodiy koridor, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori haqida ham Baluch ozodlik armiyasi haqida yoki partiyasi haqida to'xtalgandim. Bu yerdami butunlay Xitoyninki patqoq ketib qolganligi haqida men to'xtalgandim. Demak, bir yo'l bir balvog'ning bu eng asosiy tuguni bo'lgan Xitoy Pokiston iqtisodiy koridordimi Xitoy asosan tugash bo'ldi. Buning qanday tugashganligi haqidagi ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsanglar, o'tgangi oldingi qitimliq programmalarimni anglab baqsanglar bo'ldi. Endi bu yerda bir haqiqat bor. Bu haqiqat nima haqiqat desanglar? Bu yerda shu bizga bir koridor ochib berdi. O'ylab beqinglar, shu endi İpek yo'li qadimdan tortib dengiz yo'lining ochilishi bilan İpek yo'li taqilib qolgan bu yo'llarda Qaraqurum tog'lari bo'lgan, egiz Qaraqurum shu ko'yinlarni cho'ng tog'lar qurshab turganligi uchun u taraflarga o'tish bir odamning xayoliga kirib chiqmaydigan bir narsa Uyg'urlarga nisbatan. Uyg'urlar shu sababdan dengiz yo'lining ochilishi bilan İpek yo'lining taqilishi bilan eng dengiz okeanlardan eng yiroq shikardagi bir quruqlikqa qapsilib qolgandi. Xitoy dushmanimiz Xitoy mohiyatda bizni shu Hind okeanga, Arab dengiziga va boshqa Yevropaga va tutashtirgan bir yo'lni bizga sepadi mundaqcha aytganda. Programmam kelgan vaqtida men sizlarga Qur'ondagi Yusuf alayhissalom qissasini azroq samanglarga xotirlatib o'tib ketishni muvaffaq ko'rdim. Qur'on o bir diniy kitoblam emas. Qur'on o bir tarix kitobi. Shundaqla o yana o'z navbatida bir falsafa kitobi. Bizga Qur'onda Yusuf alayhissalomning tarixini so'zlab berdi. Uningdan boshqa uning 9 qarindoshining birlashib quduq tashiyotganligini, uningdan quduqdan chiqib Misrga
vali bo'lganligi, Misrning dehqonchilik ishlari valisi bo'lganligi va Misrning azizi deb qadrlanganligi qatorliq mustaq hikmatli so'zlarni so'zlab berdi bizga. O'ylab baqsaq, shu qissani biz Uyg'urlarga tatbiqlasak, 4-5 million Uyg'urninki jazo lagerlariga tashlanishi, Yusuf alayhissalomning quduqqa tashlanishi, o'zining qarindoshlari tarafidan quduqqa tashlanishi bilan bek o'xshaydi. Uyg'urlarning shu o'zining atrofidagi diniy va turkiy qarindoshlarining hammasi Xitoy bilan bo'lgan manfaatlari yuzasidan shu o'zining qarindoshini quduqqa tashlab yetiglik mundaq aytganda. Endi Allohning hikmati bilan quduqqa tashlanib dunyoning eng ishki qurg'ulg'ida qolgan Uyg'urlarga tuyuqsizlam Xitoyninki bir yo'l bir belvaq bir yo'l bilan dunyoga ulashiman degan maqsadda ochgan iqtisodiy koridorning eng jurki, eng markazi, eng dunyoga ochilgan darvozasida qor qurum tog'larini teshib dushmanimizning qo'li bilan bizni bir dunyoga tutashtirayotganligi bu yana bir hikmat, bu bishorat, bu kelajakda Uyg'urlarning ishbak yo'lda yana bir parlaydiganligining dunyoga ochilganligidan, quduqdan chiqib dunyoga azizi dunyodagi eng muhim rollarni o'ynaydigan bir millat bo'lganligining bishorati. Shuning uchun bu jihatda Uyg'urlarga umidvor bo'lishinglar kerak. Kelajakda bu yo'llar bizning yo'llarimiz bo'ldi. Xitoyning va boshqa bizning sharqimizdan kelgan Hind okean, Arab dengizi va boshqa Yevropa qatorliq joylarga o'tmoqchi bo'lgan avtomobillardan, yuk mashinalarining hammasidan biz bajaldigan davrlarga keldi. Ham shunaq bo'lganligi cheksiz ishonaman. O'tgan ko'p programmamda men ishbak yo'li haqida to'xtalib shundoq bir narsani degandim. Bugun yana bir qitim takrorlab xatirlatib o'tmoqchiman. Tarixdan bugungacha bo'lgan jarayonda bugungi dunyoning shakllanishida muhim rollarni o'ynab kelgan ishbak yo'li. Ba'zida dunyo tartibini qurib chiqishda muhim rol o'ynagan, ba'zida o'z qurib chiqqan shu dunyo tartibi tarafidan taqab qo'yilgan yoki e'tiborsizlashtirilgan, ba'zida etak, ba'zida yoqib bo'lgan bir yo'l ekanligini ko'ralaymiz deb sizlarga bir xatirlatma bergandim. Bugun shu xatirlatmamni sizlarga eslatmoqchiman. Bu yo'llarda biz yana hozircha etak bo'lib qolgan bo'lsakmi, yana bizning yoqib bo'lgan kunlarimiz keldi, Xudoyim bilsin. Undaqda qani kechirsizlar. Texim ishkirligan holda Xitoyning qo'laydiganligiga oz qolganligi va Trump vazifaga o'tirgan qisqagina bir oy ichida, hamda ham tunugun Donald Trump, Amerika prezidenti Donald Trump vazifaga o'tirganligiga bir oy bo'ldi. O'tirganiga. Dunyo vaziyatida shu bir oy ichida qanday silkinish va o'zgarishlarning bo'lganligiga bir qarab boqaylik. Trump vazifaga o'tirgandan keyin shu Xitoyninki Markaziy komitetining ishki qismidagi xabarlarning teshig'i chiqib ketgan ba'zi g'ayvat shikoyat, ba'zi ishki gap so'zlarning shu Xitoy demokratlari va boshqa Xitoy kommunistlariga qarshi guruhlar tarafidan og'izdan og'izga o'tib olinib tarqalib yurayotgan xabarlarga qaraganda Trump vazifaga o'tirgan shu bir oy ichida Jallod Shi Jinpingning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bo'lgan munosabati intayin yaxshi bo'lgan. Eqib tushgan gap so'zlarga qaraganda. Uningdan boshqa uningdan keyin Tayvan ishlari bo'limining mudiri Song Tiao degan kishi bilan munosabati yaxshi bo'lmagan, vaqirishib ketgan, o'zaro qattiq ozor bergan ashtaq ahvollar bor ekan. Ama hozir Shi Jinping o'zinglar bilsizlar, og'riq degan bir xabarlar bor. Yerim paralash bo'lib saqayganligi haqida xabarlar bor. O'tganda bir mezgil yo'qolib ketib, Shi Jinping
Uningdan keyin paydo bo'lib qoldi. U hozir shunchaki qattiq og'ir ekan, ammo Donald Trump chiqqandan keyin shu Wang Yi bilan munosabati yaxshi bo'lmay, Tayvan ishlar komitetining mudiri Song Tao degan kishi bilan munosabati yaxshi bo'lmay, bek jiq ichki qismda jidal majralarning bo'lib ketayotganligi xabarlari uchib yuryapti. Buning birisi Wang Yi Xi Jinpingga va'da beribdiki, xotirjam bo'ling, Trump hargiz ikkinchi qitim saylanmaydi deb. Endi bu demakki, u Amerikaning saylamning ichini qalaymashtırib, saylamga nurg'un pul xərcləb, Donald Trumpning ikkinchi qitim vazifaga o'tolmasligi uchun Xitoy tashqi ishlar ministrligi Wang Yi bek jiq kuch chiqargan ekanda, jiq pul xərclagan ekan. Buningga qaramay Donald Trump ikkinchi qitim saylangan. Wang Yi yana Xi Jinpingga saylangan taqdirdimi, u degan bir sodiga uni joylab ketimiz, uni soda kelishimlari bilan, manfaat nimalar to'qinishlar bilan joylab ketimiz degan, lekin Xi Jinpingninki Wang Yining Xi Jinping degan gaplari quruq gap bo'lib, Donald Trump Xitoyga qarshi eng kuchli shaklda bu qitim o'tirib chiqqan. Chiqiblam 10% Xitoy mallariga 10% boj qo'ygan. Buning bilan Wang Yining deganlari amallaşmagandan keyin Xi Jinping bearam bo'lib tipirlab nimaga Wang Yiga qattiq achchiqlangan. Yana bir ish Panama kanalı. Panama kanalı masalasida Jallat Xi Jinping shu Wang Yiga bak qattiq vaqirab achchiqlab ketgan, seni po'xni o'tirdan bilamiding, ishini qilamiding, unda qilamiding deb. Chunki o'tganki qism programmamda Panama kanalı haqida maxsus to'xtalgan bir programmam bor. Shuni ko'rib baqsanglar bo'ldi. 2017-yildan e'tiboran bu shu Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin butun diqqatini shu Panama kanaliga qaratgan. Shu sababdan Xitoy ta'sirining bargancha necha qatlanib oshganlik sababidan Wang Yi Panamaga qattiq ishonch bog'lagan ekanda. Panama 2017-yili 10-iyun kuni Tayvan bilan bo'lgan munosabatini uzib, Xitoyning atalmış bir balvaq bir yo'l projesiga qo'shilgan. Hozir shu 4 million Panama nupusining 10%ni Xitoy tashkil qildi. Shuni hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Xitoy har qanday bir yerga borsa, u yerda birinchi bo'lib Xitoy nupusini qanday yerlashtirgan bo'ldi, Xitoy nupusini ko'plab to'sh bilan bordi. Har qanday yerga borsa, u yerning ishchilarini ishlatmaydi, o'zlarining ishchilarini olib keldi. Ular haqiqiy ishchilar emas, ular qurol tuta oladigan askarlar, ham josuslar. Ashunda qilib asta jilandek asta singib kirib, uningdagi u yerning nupusini osmonasiga qilib, nupus jihatda ustunlikni egallab, xuddi Sharqiy Turkistonga 49-yilda besib kirganda Sharqiy Turkistonda hech bir Xitoy yo'q bo'g'iniga o'xshash. Hozir qarsangiz butun Xitoy Sharqiy Turkistonga yamrab ketgandek, hatto Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning nupusidan nechasi ortiq bo'lib ketganga o'xshash Panamaga ayni shaklda kirib kelgan. 2017-yildan shu 2025-yilgacha bo'lgan 7 yildan ortiq vaqt ichida 4 milyonlik Panama'nınki nüfus 4 milyon bulup, Panama'nın 4 milyonluk nüfusununki 10%'ni Xitoy nüfus teşkil qilib ketgan. Shiddat bilan nüfus ko'chirish iborat. Bu yerda bu strategik nuqtalarni egallab olishdan boshqa yana Xitoy nüfusi bilan bu yerlarni qo'lga keltirman, indekka keltirman, joylayman deb harakat qilgan Xitoy. Bu deganlik 10%ni tashkil qildi deganlik Panamadagi Xitoy nüfusi 200 ming deganlikni bildirdi. Undan boshqa hozir Panamada yashayotgan va tijorat qilayotgan Xitoylarni qo'shganda Panamaning nüfusiniki Panamadagi Xitoy nüfusining 1 milyondan
aşıdığanlığı mölçerliginik. Bu yerda Panama nopusunun 4 milyon ekanligini hergiz esimizden çıkarıp koymaylı. Şu çağda Xitay nopusunu sunduğu vaqtimizda Panama'nın intayin xatarlik ahvalda, Uyg'urlarning taqdiriga o'xshash bir ahvolda turayotganligini ko'rib olamiz. Panamalarimiz Xitoy oyoq bosgan hammaga shundoq. Bu sonliq ma'lumotlar Xitoy matbuotlari tilga ilingan. Panama'daki bütün boş qoro joylar va arazilarning Xitoylar tarafidan Beijingda turib setib ilingan. Ammo u yerlarga hech kim kirmagan. Özleri Beijingda, Şanxayda, Xitoyning ichkaridagi bir o'lka shaharlarda, ammo shu Panamadan joylarni setib olib, bo'sh turgan. Xitoy Muştaq ahvallar Xitoyninki medialardan tilga ilingan. Bu Kanadada shundoq yuz bergan. Kanadami 100 yillar ilgari Xitoylar Kanadaga temir yo'l ishchilar yasab beramiz deb ishchilarni akilib, shuning bilan uning aqsidan uni akilib, buni akilib, ashundaq qilib nupus avtib, hozir Kanadadagi ikkinchi cho'ng nupus bo'lib hisoblanadi Xitoy nupusi. Kanadadami o'tgan 2016-yildan keyin uylar dahshatli o'rlab ketib, hukumat buni surish qilib egallagan vaqtida Xitoyning ichkarisida turib, o'zlari Kanadaga kelmasdan turib, mishadan qora joylarni setib olib, bo'sh qora joylarning ashundaq bo'sh turganligini bilgan. Ham yerlik aholilar, Kanada fuqarolari o'zi qimmat uylarning qimmatligidan uy olamaydigan darajaga yetib qolib, Kanadaning tadbir qo'llanib, shu chet ellik uy setayotganlarga bojni yuqoriltish tadbirini qo'llanish orqali bu ahvolni ozroq pasaytgan. Undan boshqa shu Panamada Xitoy korxonalari va banklari ham yana qoplab ketgan. Yerli xalq o'zlarininki shu Xitoyning bir o'lkasiga o'xshab qolayotganligini his qilishga boshlagan. Undan boshqa Panama parlamentida 4 Xitoy parlament a'zosi kirgizgan Panamaning parlamentiga Xitoylar. Undan boshqa Zhang Junhua ismli bir Xitoy Panamadagi 4-cho'ng shahar bo'lgan Korira degan bir shaharning shahar boshlig'i bo'lib tayinlangan. Ko'rdinglarmi, Xitoylarning bir yo'l bir balvoq bu atalmış strategiyasining tegini shundoq gap bor-da. Shuningga mushundaq ahvolni Donald Trump chiqqandan keyin darhol Panamaga tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendim avatiblar. Bu ishni bek tez suratda mushtaq bitirib etganda Marco Rubio efendim borgandan keyin Panama shappadam oqsiga yenib shunchalik erib bir yo'l bir balvoqdan birdamning ishida chiqib ketgan. Xitoyninki shu 8 yilning 2017-yildan buyon elib borgan nurg'un tirishchanliklari hammasi yo'qib ketgan Panamada. Buning bilan Xi Jinpingning va'yiga qattiq achchiq kelgan. Marco Rubio efendim borgandan keyin Panama qonunining kirish eg'izi bilan chiqish eg'izini butunlay Xitoy shirkatlarining egallab olganligi, buning intayin bir xatarlik ahvol ekanligi, agar Tayvanga qarshi bir urush Xitoy Tayvanga qarshi bir urush ichib qolgan ahvol ostida Amerika paraxodlarining Panama kanalidan o'tishiga cho'ng bir xatar yeb kelganligi haqida to'xtalgan. Bu masala shuning bilan Panama shu bir yo'l bir balvoqdan chiqib ketgandan keyin buning bek tipirlab ketgan Xi Jinping Wang Yiga qattiq achchiqlab, sening deganlaringni hech qaysi birisi erkamidi, qandoq degan gap bu deb bek achchiqlab ketgan. Yana birisi Greenland Yeşil Vada o'tgangi qismdagi programmalarimdan o'tgangi programmamda maxsus bir programma qilib ishlagandim. Uni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Greenlandga yana bugun ozroq qo'shimcha qilmoqchiman. Bu yerda Xitoy
Rossiya bilan birlashib, bu yerda qar muzlar erib, havo klimatlari yer isib ketishga boshlagandan keyin havo nima yer sharining isib ketishi bilan bu yerdagi qar muzlar erib, bu yerlar echilib, Rossiya bilan Xitoy o'ngaylan bu yerga o'taoladigan bo'lib qolgan bo'lgandan keyin bu yerda Rossiya bilan birlashib, Xitoy Polar Bear ipak yo'li, Polar Bear deb qo'ymizmi, bir oq ayiq bor o'sha yerda. Shu oq ayiqning ismi Polar Bear deb qo'ydi. Shu inglizcha shundoq deydi. Shu Polar Bear ipak yo'l qurmoqchi bo'lgan. Undan keyin Shimoliy Muz okeani kontrol qilishdagi eng qisqa va yaxshi strategik bir go'har joy bu Grenland. Shundaqla agar biror ish bo'lib qolgan vaqtida shu agar Amerika Xitoyni kontrol qilib, Xitoyga qarshi besimlarni ishlatib qilgan vaqtida Xitoyning umidi, Shi Jinpingning umidi shu Grenland orqali Grenlanddagi harbiy bazasi orqali Amerikaga o'ngaylam yadro qurollari va boshqa qurollarni ishlatalaymiz deb ishlash qilib kelgan. Abiyam deb o'tib ketganimdekmi, shu Jallod Shi Jinping vazifaga o'tirgandan keyin Grenlandga bo'lgan ta'sirini tezlashtirishga boshlagan. Shu ilm fan tadqiqot markazlaridamdi, undamdi, bundamdi, ashtaq nimalarni shunda jiq qurib, harbiy bazalarni mukammallashtirib, to'xtamay mablag' selib, shu push ishtirib Panam nimani Grenlandni jiqroq mablag' selishimiz kerak degandek. Shundaq Grenland hukumatiga besim ishlatib shundaqlarni qilgan. Ammo Jallod Shi Jinpingninki o Grenlandni barpo qilgan so'zda ilm fan tadqiqot markazi deb ataladigan joylar va markazlar aslida Xitoy armiyasi tarafidan boshqarilganligi aniqlab chiqilgan. Demak, Donald Trumpning Grenlanddagi Xitoy askariy strategiyasiga qarshi bir harakatga o'tishi hamda o'z vazifaga o'tgandan keyin darhol o'g'ilni Grenlandga avatishi Xitoy Jallod Shi Jinpingni hayron qildigan, afsuslangan, bekitib birilib ketgan. Buning uchun Wang Yi'ni olgan sen tashqi ishlar ministri turib mishalar shundaq nimalar qilsak, shu shahar boshliqlarimizdan Panama qanundagi shahar boshliqlarimizdan, ashaddiy fuqarolarimizdan shunchaki cho'ng jiq biz yerlashtirib, ya'ni butunlaylam tayyor tomoqdaklan bir kelib qo'ygan desak, sen shunchaki bir ishni bajaramiding. Panama qo'ldan ketib qoldi, darhol chiqib ketdi. Rubioning bir berishi bilan bir belvaq bir yo'ldan chiqib ketdi deb Wang Yi'ga baq qattiq achchiqlagan. Yana birisi Trumpning izchil bisimi va bisim ostida bo'layotgan Xitoyning janjigar do'sti O'rta Sharqdagi Eron. O'rta Sharqdagi Eron masalasida bu qitim Jallod Shi Jinping ham og'riq, ham kasal, ham qattiq necha qitim urilib ketdi. Ham Erondan bir umid bor edi. Bu Eron maqsad qilmaydi, mening janjigar do'stim deb o'ylaydi. Ammo hozir Donald Trump yangi vazifaga chiqqandan keyin Eron hozir Amerika bilan aplashadigan vaziyatda bo'lib, sal Xitoydan jiroqlashyapti. Bu Shi Jinpingni g'azablantirayotgan, qayg'urtayotgan masalalarning biri. Endi biz bu yerda yuqorida deb aytyapmiz, deb o'tib ketdik. Xitoy raisi Jallod Shi Jinpingning intayin og'ir kasal ekanligini bir mezgil yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketib, voy mushtaq yerim palashib qopti, andaq-mundaq degan gap so'zlar chiqqan, ammo kechirsizlar. Ammo uning kasalligi rost. Qanday kasal, qanday hozirgi ahvol qanday keyingi programmalarimda men to'xtalishga tirishaman. Lekin Donald Trump chiqqanmi shu oldingi ishga chiqiblam, oldingi ish gaptida qattiq Xitoyni har tarafdan ko'chatlayapti. Tamojin beja orqali va mushundoq yuqorida men so'zlab o'tgan
ahvollar orqali Jallod Shi Jinping hozir bek o'sal bir ahvolda. Yana Jallod Shi Jinpingning achchig'ini keltirayotgan va qayg'urtayotgan masalalarning yana biri tijorat urushi. Tijorat urushini Xitoy Donald Trump o'tgan qitimliq rais bo'lgan vaqtida Amerikaning birinchi nomerliq dushmani Xitoy deb aniq o'tirib qo'ygan. Bu qitim chiqmasdilar 10% boj qo'ydi, tamoshim 5 qo'ydi Xitoy qarta. Xitoy bilan shu Xitoy urushga kirib, Xitoy Amerika bilan tijorat urushiga kirib qolishni hargiz xohlamaydi. Lekin Donald Trump allaqachon Xitoyga savdo urushini qo'zg'ab bo'ldi. Men o'tgan qism programmalarimda izchil ta'kidlab ko'ryapman. Xitoy aldirab bir urushga kirmaydi. Xitoy Sinzining har qandaq eng esil urushga kirmasdan turib qozongan urush degan mushu taktikasini, mushu harbiy ta'limotini hozirgi qaychi esi chin saqlab kelganligi uchun har doim yillar yuzi tarixdan buyon 2000 yil burun qo'ltiqqa ipaklarni qisib kulib turadigan yuzlar bilan hamma yerlarga kirib kelgan bo'lsa, hozir qo'ltiqiga qarz pullarni qisib, xalqlarni voy san qarz berib olmayman desam, voy olam qarz pul bermasa, yo'llaringni yaxshilab olsa, emas bundoq bo'lsa emasmi deb shundoq qilib kirib kelayotgan. Ammo bu qitim Donald Trump bu ahvolga xotim berdi. Donald Trump ikkinchi qitim vazifaga o'tiriblar Meksika, Kanada va Xitoy qarta tamojna bejini oshirdi. Bu ahvol qarta Meksika bilan Kanada darhol Amerika bilan kelishish tarafida bo'ldi va biroz kechiktirib ijro qilish fursatiga erishdi. Ammo Xitoy hech qanday tadbir olmadi. Bu jihatda hech qanday bir tadbirlarni olmadi. Jimlam turliq. Endi Meksikaga Donald Trump yana qattiq tamojna beji qo'ydi. Buning oq parda oqista Xitoy munosabati, chunki Meksikadan shu Amerikaga kirayotgan qochoq yo'l bilan kirayotgan shu Meksika fuqarolarining ichida Xitoydan kelib shu yo'llar orqali Amerikaga kirayotgan nurg'ulg'an Xitoylar bor. Bularning ko'pinchisi jasus, undan keyin Xitoy avatgan maxsus qochoq ko'chman siyohiga kirib olgan Amerikaningki ijtimoiy sohasiga, ommaviy so'rovlarga buzg'unchilik qilish, o't qo'yish, qalayimqanchilik paydo qilish, har xil ariyansi ofatlarni paydo qilish uchun avatilgan maxsus buzg'unchilik qilish uchun avatilgan odamlar bor buning ichida. Shuning uchun Amerika Meksikaga monayt ig'ir bojlarni qo'ydi. Endi Trump rahbarlik komiteti ishga tushgan oldingi shikapti ichida Xitoyning dunyodagi muhim strategik joylarga bo'lgan ta'siri va xirsiga qarshi bir munchilg'an ishlarni qildi. Bekchiq ishlarni qildi. Xitoyning Amerika bilan kelishim qilishiga hech qanday bir yuz bermadi. Shunga Wang Yi bu qitim Wang Yiga qattiq achchiqlanishdagi sabablarning biri shu. Jallod Shi Jinpingningki Wang Yiga qattiq achchiqlab ketishidagi yana bir sabablarning birisi shu Yaponiya bosh ministri Shigero Ishibaga munosabatlik. Shigero Ishiba 1972 shu Xitoy Yaponiya do'stligini asliga keltirishda nihoyatda muhim rol o'ynagan bir kishiningki o'quvchisi bo'lib hisoblanadi. O'tgan yili avgustda shu Ishiba vazifaga o'tirishdan ozroq burun shu Xitoydagi muxbirlarning so'ragan savollariga javob berib, Tayvan masalasi haqidagi so'ragan savollardan o'zini qochirgan kishi edi. Uningdan boshqa Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyning Yaponiyada turishliq bosh elchisi bo'lib ishlagan burun. Shuningga Wang Yi odatda Xitoyda va Shi Jinpingning ishki kabinetida
Yaponiya ishlari bo'yicha mutaxassis deb qaralib, Yaponiyaga munosabatli ishlar Wang Yiga topshirilib, shu shundoq bejirilib kelgan. Xi Jinping bu jihatda Wang Yiga bek ishonadi. Ammo yaqında şu 9-cu növbətlik Asiya qışlıq olimpik yığını 7 fevraldan şu 2025 yılı 7 fevraldan 14 fevrala kadar Heilongjiang ülkəsindəki Harbin şəhrində ötküzüldü. Arada Wang Yi bolğanlığı üçün Xi Jinping Ishibani şu olimpik yığınğa kilidi deb nəhayət çoxqur şəş qılatdı. Ama Ishiba o kunlarda Amerikadagi Oqsaroyga kelib Trump bilan nurg'ulg'an kelishimlarga qo'l qo'yib ketdi. Amerika bilan bo'lgan munosabatlarni kuchlantirganligini bildirdi. Amerika bilan tijorat ishbirligini cho'nqurlashtirishga oid o'rtaq bir bayonot e'lon qildi. Muxbirlarni kutib olish yig'inlarini ochdi. Trump bilan birlikda bir dunyoga poz berdi, go'zal, chiroyli pozlarni berdi. Demek, Ishiba'nın Amerika ziyareti fevkalade muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu 72 yoshga kirgan Jallat Xi Jinpingning Wang Yiga vaqirab ketishi, azvaylab ketishi, tipirlab ketishidagi muhim sabablardan biri. Bu qitimqi qishliq olimpik yig'iniga Ishiba'ni cho'qim keldi deb o'ylagan, lekin olimpik yig'ini ketdi deb Xitoyni masitmay Amerikaga kelib, Amerikadan nurg'un to'xtamlarni tuzib Trump bilan davlatga qaytdi. Jallat Xi Jinpingning Wang Yiga yana bir vaqirab ketishi va ochiqlanib ketishi, Wang Yi bilan orasidagi buzilishidagi sabablarning biri Ukraina Rossiya urush to'xtatish tinchlik uchrashishida Wang Yining yaxshi rol o'ynay olmaganligi. Bu uchlik kelishimda Jallat Xi Jinping rol o'ynamoqchi bo'lgan, o'zining bo'lishini xohlagan, bu jarayonda nurg'un lobbichiliklarni qilgan. Ammo Amerika Donald Trump Xitoyni qattiq siqib chiqadi bu Rossiya Ukraina tinchlik suhbat jarayonida. Ya'ni Rossiya intayin yaqin do'sti bo'lganiga qaramay Xitoyniki yana bu ishni qildi. Şuna bu qitim mushu Trump vazifaga o'tirgan bir oy Xi Jinping uchun bir ig'ir bir oy bo'ldi. U o'zining kesili bilan qo'shilib, hozir Xi Jinping bek ig'ir ahvolda hiliqib turklarning bir gapi bor. Alma mazlum ahini chiqar ahista deb. Qancha millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlariga tashlab, qancha million Uyg'urlarni o'ldirib, qancha million Uyg'urlarni xonavayron qilib, qancha million Uyg'urlarni chet ellarda ota-onalari bilan ko'rishib, bir telefondami ko'rishishni shunchalik qamal qilgan bir jallatning oxirgi kunlari yetib kelgandi. Allohga yetgandi. Uyg'urlarning ahvozlari yetgandi. Endi Jallat Xi Jinpingning munosabatlari to'g'ri yaxshi bo'lmayotgan va qattiq vaqirab ketgan yana bir kishi Tayvan ishlar bo'limining mudiri Song Tao. Xitoy Tayvanning Xitoy qo'yniga qaytib kelishini qo'lga keltirish uchun nurg'un lobbichilik ishlarini, xizmatlarini ishlagan. Tayvan parlamenti va Tayvandagi o'qituvchi partiyalar o'rtasida, ham xalq orasida ig'volarni taqib, andaq deb, mundaq deb, xuddi Uyg'urlarning orasida taqib ig'voga o'xshash ig'volarni taqib, ularni umumyuzlik shu cho'nqurliqqa tinch yo'l bilan qaytib kelishga moyil qilish uchun shu Song Taoni vakil qilib nurg'un pul xarjlagan, lekin bularning hech qaysi amalga oshmagan. Bunun bilan Jallat Xi Jinping bu Song Tao'ga qattiq vaqirgan va achchiqlangan. Uning bilan hozir ham shu kishilik munosabatlari buzilish oldida. Endi programmamning xotimi qismiga kelib qoldik. Quyruqqa kelib qoldik.
Ahırkı xatima qismida yana shundaq narsalarni men xatırlatib o'tmoqchiman. Bu hafta ya'ni Oqsaroyga esib qo'yilgan bir jungo bo'lish prinsipini qo'llaydi. Amerika bir jungo bo'lish prinsipini qo'llaydi. Tayvanning mustaqil bo'lishini xohlamaydi degan bir plakat bor ekan. Bu plakatning oxirsidagi Tayvanning mustaqil bo'lishini xohlamaydi degan bir jumla chiqarib etilgan. Faqatlam bir jungo bo'lish prinsipini qo'llaydi degan qismlar esib qo'yilgan. Bu bir bishorat. Bu bir bishorat. Amerikaning berayotgan bir bishorati. O'tgan hafta Xitoyninki shu urush paraxodlari nihoyat xatarlik holda Tayvan bo'g'oziga yiqillab işte kraymo degandek bir ahvolda yiqillab kelib popoz qilib dunyoga mundaq qilib baxti shuning bilan darhol buning qarta Donald Trump Tayvan bo'g'oziga ikki harbiy paraxodini avatgandan keyin Xitoy jim qolgan. Shundoq jim qolgandan keyin bu plakat esildi, ammo Xitoyning tashqi ishlar bayonotchilari nihoyat qattiq biz biladigan Uyg'urlar bek yaxshi biladigan iboralar bilan voy bu Amerikaning yaxshi oqibat ib kelmaydi, darhol u bir jumlani joyi qo'yib qo'yish kerak, bo'lmasa Amerika bilan Xitoy o'rtasida yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi degandek so'zlarni qilib bek sakrab ketdi. Yanalam shu urush qilmasdan utqa urush bek ahamiyatli urush deydi. Mustaq keplam yaqin kep xatarlik oldi bir nima qilib anadagi oqib chekindi Xitoy. Endi yana Donald Trump vazifaga o'tirgan kunini xotirlab boqayli, eslab boqayli. Donald Trump vazifaga o'tirgan kunilam kelishimlarga qo'l qo'ygan vaqtida birinchi bo'lib Dunyo sog'liqni tashkilotidan chiqib ketish kelishimiga qo'l qo'ydi. Chunki buning sababini Xitoy bilan Dunyo sog'liqni tashkilotining birlashib olganligi, Dunyo sog'liqni tashkilotiga xos bir inovatini saqlay olmaganligini, bularning hammasini Covid yuz bergan vaqtlarda bo'layotgan ishlar shu mezgillarda Xitoy bilan birlashib olganligi va ba'zi qonun qoidalarni chetnab ketganligi sababidan biz bu tashkilotdan chiqib ketdik deb e'lon qildi. Bu Xitoyga nisbatan cho'ng bir bishorat bo'lib, Xitoy bu jihatda munqarz bo'lib qolishi mumkin. Chunki shu Covid mezgilida dunyoni aldab, dunyoga aldamchilik qilib, dunyoga ib kelgan ziyonlar intayin ko'p bo'lib, texi bu narsalar haqida bir bishoratni berib qo'ydi Donald Trump Dunyo sog'liqni tashkilotidan chiqib ketish orqali, ammo Xitoyga bir narsa demadi. Texi bu Xitoyning oldiga chiqadigan. Yana bir Donald Trump vazifaga o'tirib bir hafta bo'lgandan keyin Xitoy taraf DeepSeek degan bir sun'iy aqlni bozorga solib, Amerika shirkatlarini ziyon uchratdi va paychak bozorlarini qancha milliard dollarlik ziyon uchratdi va qalayimqon qildi. DeepSeekning ma'nosi Xitoy, ya'ni inglizcha DeepSeekning uyg'urcha ma'nosi chunqur analiz yoki chunqur kuzatish degan ma'noni bildirdi. Undaqda Xitoyning bu sun'iy aqlning chunqurligi zot qanchalik. Bu haqda keyingi programmalarimda cho'qim to'xtalaman. DeepSeek, ya'ni chunqur analizning chunqurligi qanchalik, agar u tez bo'lib qolgan ahvol ostida u chunqur kuzatish emas, saxta bir narsa chiqib qolgan vaqtida Amerika DeepSeek sababidan Xitoyni yana qattiq bir uritish mumkin. Demak, Xitoy qo'llaydiganға bek oz qoldi. Ben texi Xitoyning ichki qismidagi ahvollarga kirmadim. Xitoyning paychak bozorlari, Xitoyning uy mulk bozorlari, Xitoyninki shirkatlari, Xitoyninki fuqarolarning yashash ahvoli, bularning hech qaysisiga texi kirmadim. Oxirida hamda o'ylanib boqayli. Bir oyda Donald Trump bir oyda Xitoyni bunchalik darajada parokanda qilgan bo'lsa, ya'ni 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin qanchalik parokandachilik qilar? Dunyo vaziyatida qanchalik o'zgarishlar yuz berdi Xitoyda-chi? 4 yildan keyinchi? Demak, Xitoy qo'llaydigan oz qoldi. Balkim 2 soatdan keyin, balkim erta va yoki 1 yildan keyin.
Mahiyetdə faqat bo'g'ulash Xitoyning qilishi emas, balki butkul kommunizmning yer yuzida bo'lishi mumkin. Bu nuqtada Xitoy yer yuzidan butunlay kommunizmni supurib tashlagan kishi mahiyetdə faqat bu nuqtaga tamg'isini urgan kishi Donald Trump bo'lishi mumkin. Hürmetlik Uyghur qarindoshlarım, shuning bilan mening bugungi Xitoy qulaydigan oz qoldi nomli programmamning 6-chi qismi mushada oxirlashdi. Keyingi qitimliq programmalarimda ko'rishguncha omon bo'linglar va Xitoyning qulaydiganligiga oz qolganligiga cho'nqur ishonch bilan saqlanglar.